Mana Otabek, mana Farhod akaning uyi bo'lsa, shuni yonidan mana 3 sloyli qilib terilib, Farhodning fundamentiga nisbatan o'rin olib, o'sha darajada ko'tarilib, mana unaqa qilib qurilyapti. Bitti ya'ni. Mana bu yerda ikkita xona, mana bu yer kiraverish. Mana bu yerdan ana yergacha zina bilan kirib boriladi. Keyin naryoqdan boshliq to'xtatib qo'ydik, u yer endi ana gipsokardon bilan ajratadi degan fikr bo'ldi. Farhod aytdi, kengroq bo'ladi xonasi deb. Mana bu yerda simmetrishni ham bu tarafga, mana bu tarafga mos ravishda yana ikkita xona 4,5 metrdan. Mana. Mana bu yerda mana 3 Qodir aka, mana oraliq koridor 390 midi? Da. Toza 390lik darvozaxona. Toza 390lik darvozaxonadan keyin mana bu yer 9 metrlik mehmonxona katta. Tug'ilgan kun, to'y maraka uchun. Mana bu yerda esa Sarvarning hovlisiga qarab o'tiladigan joy 4,5 metr qoldirilgan. Maqsad proxod Sarvarga o'tish saqlanib qolishi uchun va mana bu yerda 0 qilib supa ko'tariladi-da. Ko'tarilib, ana shu yerdan eshik qo'yilsa, eshikka primo kirib ketiladi. Undan keyin mana bu yerda yana ikkita помещение. Ikkita помещение 4 ga 4lik va yo'q. 3 ga 4 va 4 ga 3lik. Bu tandirxona, mana oxir tandirxona bilan tugaydi. Proxodi. Mana bu yer endi bilmayman, endi nazarimda boya gaz plita qo'yib oshxona qilib ovqat tayyorlaydigan joy bo'ladi-da. Mana bityapti, уже 1 soatda bitadi-da, xullas. Xo'sh. Mana bu yog'i qayergacha to'g'ri kelyapti bino. Общий ko'rinishni ham oling-da mana. Mana общий ko'rinish. Mana. Bunday boradi-da, bunday gabrazniy bu yoqqa qarab burilib, mana bu yergacha keladi, mana bu yer. Nimagacha. Где-то mana shunday. Shunaqa gaplar.